Marhum san'atkor Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva oilasida quvonchli voqea yuz berdi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bizdan uzoqlashmang, obuna bo'ling va like bosishni unutmang. 17-iyul kuni o'g'il farzandli bo'lganini ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum qilgan Madina Tojiboyevani tabriklaymiz. Madina Tojiboyeva bu yangiliklarni muxlislari bilan video orqali bo'lishdi. U post izohida ilk bor ota-ona bo'lish hissi haqida yozib, farzandini hayotida katta quvonch sifatida qarshi olganini bildirdi. Uning sahifasidagi izohlarda ko'plab foydalanuvchilar tabriklar yo'llamoqda. Kuzatuvchilar Madina Tojiboyeva va uning turmush o'rtog'i reper Ustim, ya'ni Islomga oilaviy baxt, uzoq umr va birga qo'sha qarshiliklarni hamda farzandlari kamolini ko'rishlikni tilashmoqda va haligacha tabriklar yo'llashmoqda. Eslatib o'tamiz, Madina Tojiboyeva marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning eng kenja qizi. Biz ham chaqaloqqa uzoq umr va sihat salomatlik tilab qolamiz. Bundan avval Madina Tojiboyeva otasining nomiga loyiq bo'lmabdi degan qarg'ishlarni eshitgani va nikoh oqshomidagi ko'ngilsizlik haqida gapirib bergandi. Marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva va aktyor va xonanda Ustim taxallusi bilan mashhur Islom Mansurov yaqin kunlarda turmush qurgandi. Yosh kelin-kuyov nikoh to'yi, negativlar, Islomning ikkinchi oilasi bor yoki yo'qligi haqidagi mishmishlarga oydinlik kiritilgandi. Islom va Madinaning tanishuvi ham munosabatlari ham ko'pchilikni qiziqtirdi. Ularning birinchi uchrashuvi haqida kuyov ochiq gapirdi. Karantin davrida ijtimoiy tarmoqda daromad qilish haqida jonli efir o'tkazayotganimda tanishib qolganmiz. Madina efirimga kirib qolib, rostdan ham pul ishlasa bo'ladimi deb yozgan. Shunda chiroyli qiz ekan deb yuragim jiz etgan. Keyin asta-sekin qalbidan joy egallashga harakat qilganman. Ichki hissiyot deydimi, birinchi ko'rganimda shu qiz meniki bo'ladi deganman va tanishganimdan bir haftadan keyin sevgi izhor qilganman deydi Islom Mansurov. Ammo Madina Tojiboyeva Islomga ikkinchi ayol bo'lib turmushga chiqdi degan izohlar ham yo'q emas. Bunga sabab Islomning yoshi 33 da ekani. Juda yosh emasman. 33 ga kirdim. Shuncha vaqtgacha o'zimga yoqqan qizni uchratmaganman va uylanadigan vaziyat bo'lmagan. Bundan tashqari jiyanlarim bor. Ularni videolarimda olib chiqqanimga ko'pchilik farzandi bor deb o'ylagan. Bo'lishi ham mumkin deydi u. Ijtimoiy tarmoqlarda endi tanishgan paytimiz menga dugonamdan Islom akaning jonli efiri yozib olingan video kelgan. Jonli efirda yosh bola dada deb chaqirgan. Islom aka ha qizim degan. Dugonam Madina Ustim bilan gaplashma, uni xotini bor ekan degan. Shunda ichimdan bir narsa shuvullab ketgan. Keyinchalik siz meni aldagan ekansiz. Ayolingiz, qizingiz bor ekan-ku desam, yo'q, u singlimning qizi, dada deb tili chiqyapti, tog'a deya olmaydi. Shunga men ham qizim deyman deb tushuntirib bergan edi, deydi Madina. Juftlik 5 yil davomida bir-birini o'rganganini, to'y qilish uchun barcha sharoitlarni yaratganini aytdi. Ular avgust oyi oxirida rasman nikohdan o'tdi, ammo xursandchilik kelinning kayfiyatini tushiradigan holatlar ham yo'q emas. To'y davomida birorta ham negativ holat bo'lmadi. Kelin ko'ylagi haqida to'xtalmoqchiman. Shundan tashqari hamma narsa haqida pozitiv fikr eshitdim. Ko'ylakning oldidagi setkasi juda qalin edi, lekin bir qidiraman degan inson baribir har narsadan qidiraveradi. Qarg'ishlar eshitdim. Otasining nomiga loyiq bo'lmabdi degan gaplar eshitdim. Ochiq-sochiq kiyinib, qayerlarimnidir ochib olmagan edim. Birovning fikri bilan yashash kerak emas. O'ylaymanki, to'ylardagi eng chiroyli va zamonaviy oq libosni men kiydim deydi Madina Tojiboyeva. Turmush o'rtog'i rafiqasining libosi haqida hech kimga hech nimani isbotlashga majbur emasligini aytdi. Bu narsani birovga isbotlash ham shart emas. Asosiysi men o'sha yerda, yonida edim. Ko'rdim, tushundim, ortiqcha gap so'z gapirmadim. Ichi qoralar oldin ham yozib kelgan. To'g'ri yo'lda yurganlarga ham xursandchiligini o'tkazayotganlarga ham yozadi. Men ularni o'zligini unutib qo'ygan, hayotida biror natijaga erishmagan deb qabul qilaman. Parvo qilmaslik, asabiylashmaslik kerak. Yaxshisi, ularning izohini o'chirib tashlagan ma'qul deydi Ustim. Yoshlarning nikoh oqshomida o'zbek shou biznes vakillarining bir nechtasi xizmatda bo'ldi. Kelin va kuyovning birgalikdagi raqsiga salbiy fikr bildirganlar ham oz bo'lmadi. Bu haqida ular shunday deydi: 5 yilning ichida bir-birimizni sinab, kim qanday, kimning ko'zi o'ynoqi, bularni bilamiz. Asosiysi bir-birimizga nisbatan aldov bo'lmayaptimi? Qolgani qiziq emas. To'yda o'ynaganimizning sababiga kelsak, rosti ikkimiz ham hayajonda o'tirdik. Qarasak, soat 10 ga yaqinlashib to'yimiz tugab, vaqt o'tib ketyapti. To'yimiz bir marta bo'ladi. Nega o'ynamadik deb afsuslanamizmi deb shartda chiqib ikkalamiz ham mazza qilib raqsga tushdik. Bizni o'ynab kulib yurganimizni ko'rgan insonlar yaxshi izohlar yozibdi. Dadamning eng yaxshi shogirdi, ustozimiz Valijon Shamshiyev uyimdan ota sifatida meni kuzatib qo'ydi. Hattoki Valijon aka ham ikkinchi marta to'y qilsammikan mazza qilib o'ynardim dedi. Biz o'zi tabiatan sho'x, shaddod juftlik edik. Endi sho'x oila bo'ldik. Agar to'y kuni o'zimni sipo kelindek tutganimda
shuni ham tanqid qilishardi. Aslida shu qiz edi, turmushga chiqib o'zini ko'rsatyapti deb. Shuning uchun ham men o'zimni borimcha ko'rsatishni xohladim va shunday qildim deydi Madina Tajiboyeva. Bizda hozircha shu, yangiliklardan uzoqlashmang, obuna bo'ling va like bosishni unutmang, hurmatli tomoshabin.